Növətdə dünyadakı ən egiz imorat O'rta Sharq Dubaydagi Xalifa munori bo'lib, bu minoraning egizligi 828 metr. Umumiy egizligi 162 qavat. Bitish bahosi 1 milliard 500 million Amerika dollari. Gerçi bu sonliq ma'lumotlar kishini hayron qoldirsa-mu, lekin dunyodagi boshqa joylarda-mu Xalifa munoridan halqagan osmonpalak binosi silish planlangan bo'lib, yaqin kelgusida dunyodagi birinchi egiz bino degan salohiyatini yo'qotib qo'yishi mumkin. 1 kilometrlik Xalifa munoridan oshadigan imoratlardan boshlab, osmonpalakka taqashgan 2 kilometr keladigan bo'shliqdagi shahargacha. Hatto ba'zi qurilishlar yer sharidan halqib bo'shliqqa kirishi mumkin. Sinchaq salonning bu qadimlik videosida biz sizni bizning kelgusidagi eng yuqori qurilish planlari dunyosiga boshlab boramiz. Mazmunni boshlashdan burun o'ng taraf ostidagi yulduz belgisini besib qo'ying. Dengiz qo'ltiqidagi kelinchak. Siz kelgusida Xalifa munoridan mo egiz imorat salishni o'ylaganingizda siz chuqur o'ylab yetolmaysiz. Iroqning Basra shahrida egizligi taxminan 1152 metr keladigan osmonpalak binolar qad ko'tarmoqchi bo'lyotadi. Chunki nurg'un kishilarning kallasida 2003-yili bu shaharni urushning buzg'unchiligiga uchrab bo'ldi deyishi mumkin. Biroq bugungi kunda Basra asta-asta yangi iqtisodiy markazga aylandi. Hamda 2014-yili IMBS binokorlik ish bajarish o'rni Basra shahar markaziga bir osmonpalak bino silish planini o'ttirib qo'ydi. Loyihalovchi xodimlar uni romantik qilib dengiz qo'ltiqidagi kelinchak deb atagan. Taxminan 1152 metr egizlikdagi bu qurilish Xalifa munoridan 324 metr egiz bo'ladi. Amaliyotda Eiffel temir munorini Dubaydagi Xalifa munorining cho'qqisiga qo'ysimi, ular bu dengiz qo'ltiqidagi kelinchakdan sal pakaroq bo'ladi. IMBS binokorlik qurilish o'rni eng dastlabda dengiz qo'ltiqi kelinchaki 2015-yili bitadi degan. Lekin bir qator sabablar tufaylidan bu romantik kelinchak bir mezgildan keyin uni ko'pchilik bilan yuz ko'rishi mumkin. Nyu-York U-shakllik osmonpalak bino. Yaqin kelgusida Nyu-Yorkning Manhattan palak siziqida bir yoysimon chambar paydo bo'ladi. Bu dunyodagi tunji U-shakllik osmonpalak bino. Binoning uzunligini eng yuqori chekka raqobat e'lon qiladi. Nyu-Yorkdagi U-shakllik osmonpalak bino uzunligiga ahamiyat bergan, egizlikka emas. U dunyodagi eng uzun imorat bo'lib, umumiy uzunligi kishini hayron qoldiradigan 1219 metr atrofida bo'ladi. Bundaq uzunlik Xalifa munorining ikkisiga teng keladi. Ba'zilar qurilish ustisi nima uchun bunday g'alit shaklni loyihalaydi deb so'rashi mumkin. Chunki bu loyiha orqali Nyu-Yorkning qattiq rayonga bo'linishidan saqlangan bo'ladi. Bu qonunda shahar imoratlarining egizligiga chek qo'yilgan. Uning ustiga uning yana o'zgacha U-shakllik loyihasi bor bo'lib, bo'shliqdan unumli foydalangan. Eginlikcha bu binoga uni o'rab turadigan lift sistemasi o'rnatilgan bo'lib, o'ltirgandagi tuyg'u xuddi tog' poyizga o'ltirgandek bo'ladi ekan. Rasmiy qurilish tamomlangan vaqt hozirgacha texnik bekitilmadi. Lekin bu U-shakllik osmonpalak bino Nyu-Yorkning palak siziqini yangi yukseklikka ko'taradi. Osmon shahri. Jungoda hozir egizligi 300 metrni oshadigan 95 osmonpalak bino bor bo'lib, dunyodagi osmonpalak binolar eng ko'p davlat. Bu asarlarning ichida eng egizi shubhasizki bu osmon shahri. 270 ming tonna po'lat tomirning asosiy gavda qurilishini planlagan. Bu po'lat tomirlar Eiffel temir munoriga ishlatilgan metal miqdorining 38 yassidan oshadi. Egizligi 838 metrga yetadi. Agar uni qurib chiqsa, u chuqur Xalifa munoridan halqagan dunyo bo'yicha birinchi imorat bo'lib qoladi. Biroq aslida Xunan O'zbekiston Changsha shahridagi So'liq yerda qad ko'tarmoqchi bo'lgan. Lekin bu osmon shahri muhit asrash binolarning qarshiligiga uchragan. Hamda nihoyat izlab butun mamlakat ko'z tikayotgan muhit asrash voqeasiga aylanib, oxirida hukumat tomonidan to'xtatib qo'yilgan. Nurg'un davlatlar bas-basda qurilish qilib, belgi xarakterlik osmonpalak binolarga yurish qilayotganda, Yaponiya nazarini texnik egiz joyga tikkan. U bo'lsa bu osmondagi yangi munora bo'lib, egizligi 1700 metr keladi. Bu Xalifa munorining ikkisidan ko'p. Erkinlik ilohiy haykalining 18 yassiga to'g'ri keladi. Bu Tokiodagi darajadan tashqari qurilish bo'lib, Tokiodagi nüfus eshib ketish masalasini hal qilishni maqsad qilgan. Navbatda Tokioning nüfusi 14 milliondan oshgan hamda 2155 kvadrat kilometr yerga qisilishib turadi. Ammo keyin Tokio qo'ltiqida salingan bu osmonpalak bino 421 qavat binoga 55 ming kishini sig'dirib, shahar ichidagi shaharni qurib chiqadi. Bu bino olti tarafli qilib loyihalangan bo'lib, shamol qarishtirish kuchi intayin kuchli. Bino ichida mositib olish markazi, mehmonsaroy, chiniqish uyi va doktorxona qatorliqlar bor. Bu joyni ochiqchilarning aytishicha, shahar 2045-yilda bitadi ekan. Olam bo'shlig'i lifti. Navbatda insonlarning patexnikasida raketa har qanday narsani olam bo'shlig'iga chiqarishning birdan-bir yo'li bo'lib keldi. Ammo yaqin kelgusida insonlar g'oyat zo'r bo'shliq lifti orqali uni ishga oshira oladi. Bu har qanday turdagi qurilish va osmonpalak bino emas. Yer sharining dengiz yuzidan 35 ming kilometr egizlikka cho'zilgan bu tasavvur qilg'isiz zo'r qurilish insonlar tarixidagi eng cho'ng, eng egiz qurilish turi bo'lib qoladi. Shunga biz uni mutlaq mushu videoning birinchi o'rnida tura oladi deya olamiz. Bu gerçi anlamoqqa nihoyat asabiy bo'lsa-mu, lekin Amerika davlatiga olam qatnashi idorasining aytishicha, olam bo'shlig'i liftining orqasidagi ilmiy faktlar allaqachon isbotlangan. Nazariya jihatdan aytganda, raketa, sunamra hatto odamlarning hammasi bu xil usul orqali olam bo'shlig'iga elib chiqilsa bo'ladi ekan. Bu balkim insonlarning olam bo'shlig'i ustidagi izlanishiga butunlay yangi bir eshik ochib berishi mumkin. Undan ustiga nurg'un olam bo'shlig'i turlariga solishtirganda uning xatari texmi kichik. Mablag' solish narxi texmi to'van. Undaqda insonlar nima uchun texni yasab chiqolmagan? Chunki po'lat tomirga o'xshash an'anaviy qurilish materiallari bak ig'ir bo'lg'achqa, olam bo'shlig'i liftini reliz qilib ishlatgili bo'lmaydi. Insonlarning hozirgi fan texnikasidan foydalanib, olam bo'shlig'ini tutashtirgan bu olam bo'shlig'i liftini yasashga texni bir xil darajadan tashqari kuchli material tepilgani yo'q. Insonlar ma'noga yana nihoyat uzun yo'l bo'lishi mumkin. Undaqda siz qaysi darajadan tashqari qurilishning eng tez bitishini orzu qilasiz? Sinchaq salonning bu son mazmuni mushada yoqbashdi. Agar Sinchaq salonning mazmunlarini yoqtirsangiz ham Sinchaq salonning taraqqiyotini qo'llasangiz, bu mazmunni texnik ko'p odam ko'ra olishi uchun yulduz belgisini besib qo'ying.
Dunyodagi ajoyib g'aroyibotlar. Siz tug'ilishdan burungi dunyo tarixi. Siz bilmoqchi bo'lgan sirlarning jamgohi. Sinchoq saloni. Hurmatli ko'rurman. Agar dunyodagi ajoyib g'aroyib echilmagan sirlarni bilmoqchi bo'lsangiz, undaqda siz Sinchoq salonini qo'shib oling va do'stlaringizga tarqatib qo'ying. Salon izlash nomi Sinchoq.